Assalomu alaykum do'stlar, qadrli Qo'qon shahridamiz. Yasin eshiklari, ya'ni nima desak bo'ladi? MDF eshiklar hamda trenddan tushmaydigan yog'och zinapoyalarni bugun obzorni qilib beramiz. Sotuvchi ham usta akamizni olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Orun aka, charchamayapsizmi? Boshlashlaringiz Alloh xayrli qilsin. Rahmat aka. Ismingiz nima edi aka? Mirjalol aka. Mirjalol aka. Xudo xolasa Mirjalol akamizni ishini bugun to'liq obzor qilib beramiz qo'ldan kelgancha. MDF eshiklar hamda o'sha milliy yoki o'sha nima deydi, trenddan tushmaydigan yog'och zinapoyalar. Shunaqa aka. 99 xil turi bor deb eshitganman. Balasinamizda aka 99 xili bor. Buni gullarimizda 99 xili bor bizda. Zo'r. Yong'oq, yasin, dub, qayrag'och. Mana bunisi yong'oq. Ha, bunisi yong'oq aka. Yong'oqda ham bu tabiiy rangimi, bo'yalmaganimi shunday yo'q? Tabiiy rang aka. Ozgina rang berilgan. Ha, like berilgan shu. Bular yasin material aka. Yasin. Zo'r. Xo'sh, buni aka bu pastdagi pillapoyasi ham o'sha yog'och materialdan. Yog'och aka, yong'oq, yasin. Bunisi yong'oq bo'lsa, bular yasin aka. Qarang. Mana chiqib tushaverganda mana shu rangi o'chishmasligi ham bir bormi? Yo'q, kafolati bor aka, o'chib ketmaydi xudo xolasa. Chunki ko'p oyoq qo'yiladi. Yo'q, o'chib ketmaydi. Umuman o'chmaydi xudo xolasa. O'chmaydi aka, xudo xolasa. Bunaqa bo'lsa zo'r ekan akalar. Qaranglar qadrdonlar. Buni aka endi nima qanaqasiga hisoblanadi? Narx-navolari obunachilarimizga to'liq ma'lumotini beraylik. Aka, buni narx-navosiga keladigan bo'lsa, yo boshqami? Stupenkasiga hisoblanadi, guliga, fasoniga, razmeriga qarab $80 ketaveradi aka, $250 bir dona stupenkasi. Bir donasi. O'sha $80. Boshlanishi $80, $250 gacha ketaveradi. $250 gacha. Narx-navolar ozgina qimmat deyishlari mumkin akalar, ukalar, lekin bu haqiqiy yog'och, tabiiy toza mahsulot. Ishimiz sifatli aka. Qarang, keyin birinchi etaj bilan ikkinchi etajga hech qanaqa sizga nima deydi, sharoit qilib berish kerak o'zingizdan, hamma yo'q. Ha, o'zimizdan aka. Mabodo misol beton kuydirib bersin deydiganlar bor, boshqa bor. Beton kuydirib beriladi. Ha, beton kuydirib beriladi. Betonni ustiga biz apshikab turamiz. Ha, demak betondan zinapoya qilgizib berish kerak. Undan keyin sizning ishingiz mana shu yog'och zinapoya, ya'ni o'zbekchasiga pillapoya deyiladi. Shunaqa aka. Pillapoyalarni qilib beriladi. Mana shu oldidagi nima deydi bu birinchi qatardagi arkali joy deymi, nima deydi buni? Asosiy aka, buni aytyapsizmi? Balasina, katta balasina asosiy deyiladi buni. Bular endi narxi alohida bo'lsa kerak, a? Yo'q aka, ichida, hamma narsasi ichida bo'ladi. Ichida. Ranglashimiz, ustanovkamiz, o'sha bir dona stupenkaga hisoblanadi, hamma narsasi ichida bo'ladi aka. Necha xil mahsulotlardan qilib berasiz hozirgi kunda? Hozirgi kunda yog'ochning necha xil mahsuloti? Yong'oq, yasin, dub, qayrag'och, MDF shpon, lamber materiallarimizdan qilib Qaysi biri eng baquvvati? Yong'oq bilan yasin aka, eng baquvvat. trenddan tushmaydi. Issiqqa, namga, hamma narsaga yaxshi. Sovuqqa chidamliligi, ishib ketmaydigan, rangi o'chib ko'chib ketmaydiganlari yog'och. Zo'r. Yog'och deganim, yong'oq. Yong'oq, yasin. Endi mana bularimiz qanaqa joylari? Bu eshiklari kim yo'q? Eshiklar aka, bu eshiklarimiz. MDF eshiklarimiz. MDF eshiklarimiz aka bu. Qadrdonlar, qaranglar, haqiqiy nima deydi? Kачествоsi juda yuqori bo'lgan eshiklarimiz. Juda ham a'lo darajada. Bu ham o'sha issiqqa, namga chidamliliklari juda ortiq. Shunaqa aka. Bularimiz qanaqa endi, kvadratmi yoki bir donaga sotiladimi? Yo'q, kvadratga sotiladi aka. Bu yerda ko'ryapsiz, eshiklarimiz o'sha turli xil. Turli xil, haqiqatan ham juda ham ko'p. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, hatto agar domlarning eshigiga birga bir bo'libdi. Lekin MDF. MDF eshik. Temir eshikka o'xshab qolgan. Ha, shunaqa. Mustahkamligi ancha yaxshi. Zo'r, a'lo darajada. Aka qarang. Eshiklarimiz eng arzonidan eng qimmatigacha bitta aytaylik. Aka, eshiklarimizni chetda, mana shu yerda turgan eshiklarimiz eng kvadratga hisoblasak eng arzoni 1.800.000 so'mdan boshlanadi. Qimmati o'sha ketaveradi, guliga, fasoniga, qo'yiladigan narsalariga qarab 3.5 million so'mgacha ketaveradi. Zo'r. Qarang aka. Mana shu eshigimiz nech pul? Mana shu eshigimizni kvadrati aka 3.5 million so'mdan ketadi. Yong'oq shponda aka bu. 1 kvadrat. Ha, 1 kvadrati. Yong'oq shpon, ya'ni tabiiy. Tabiiy, kraska qilinmagan. Yo'q, ozgina rang beriladi aka. Rang berilgan. Ha, ozgina rang beriladi. Bo'ldi, tushunarli. A'lo darajada. 1 kvadrat hozirgi aytgan narxlarimizda a'lo darajada. Endi buni ham o'zining ishqibozlari bor akalar, ukalar. Bu ham haqiqiy umrbodlik narsalar. Shunaqa aka.
hozir aytgan narxingizni ichida aka. Dastavka ustanovkasi ichida ham shunda? Dastavka stanovkasi ichida ekan. Alohida narx emas. Alohida. Tushunarli. Agarki mana zinapay haqida ma'lumot kam bo'ldi yoki boshqa deyishim mumkin. Telefoningizda bor video rasmlari. Shuni bitta mana shu videomizni ulab olsak ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Bo'ldi. Mana video davomida qadrdonlar ko'rasizlar o'zlaring. Mana shu akamizda telefonidagi ma'lumotlarni o'zimizga olib, mana shu videoga montaj qilib qo'yib yuboramiz. Ya'ni ishlash jarayonlari, ustanovka qilish, ha? Shularni ham bir ko'rasizlar, o'zlaringga bir xulosa bo'ladi. Bizda bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Ohay bozor. Ohay bozor yonida, Yasin eshiklari. Ohay bozor, Yasin eshiklari, lakasani mana akalar, Yasin eshiklari. Mabodo bu lakasaga tushunmasalaring, pastda usta akamiz nomerini qo'yamiz. Qanday savol, misol yog'och mana bunday zinapaya, pillapayalar bo'ladigan bo'lsa yoki MDF eshiklarimiz bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqsalar ma'lumotini beradi. Dastavka ustanovga hammasini qilib berishadi va hattoki mana bunday plyontuslarini ham eshikka moslab, mana bunday zinapayalarga moslab o'zlari qilib berishadi. Ishlar o'ta darajada bejirim, sifatli bo'ladi. Sifatli bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni plyontusga boshqa usta tashab, eshikka boshqa usta tashlaydigan bo'lsa, shu ertangi kunda eshikka qaraganda boshqa kayfiyat, plyontasiga qaraganda boshqa narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ustalarning o'zi ham plyontuz, ham eshik, ham mana bunday zinapayalarni qilib beradigan bo'lsa, imkon qadar bir-biriga moslab, hamohanglab ketadi. Shunaqa aka. Xohlasanglar aboyga moslashlari mumkin, pardaga, uyda ichki jihozlarini moslashlari mumkin. Shunda odam ko'rganda ko'ngli ochiladigan, hali asabni buzmaydigan nima deydi, kombinatsiya qilib berishadi. Qadrdonlar, bu videoni oxirigacha ko'rgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Bizning kanalimiz Ustalar o'z kanali. Doimiy ravishda ustalarni qilayotgan turgan sifatli ishlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlar bizni podдержка qilish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun chiroyli qilib videodan like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, mana shunaqangi sifatli ustalar akalarimizni sifatli ishlarini olib chiqishga harakat qilaveramiz. Foydamiz tegsa, bizga nafimiz tegsa, biz xudo xolasa xursand bo'lamiz akalar, ukalar. Sizlardan iltimos, obuna bo'lmay ko'ryapturganlar bo'lsa obuna bo'linglar va bu videoni imorat qilayotgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yinglar. Mana MDF eshiklari va mana bunday taxta zinapayalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 7/24 aloqada. Tan joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.